Farg'ona viloyati hokimi fuqaro muhofazasi boshlig'ining tungi yong'in o'chirish amaliy taktik mashqlarini o'tkazish rejasiga asosan Farg'ona shahrida navbatdagi tungi amaliy taktik o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Shu maqsadda favqulodda vaziyatlar davlat quyi tuzilmalari shaharning Alisher Navoiy shoh ko'chasida joylashgan mehmonxona oldida tungi yong'in o'chirish mashg'uloti oldidan yig'ildilar. Dastlab mashg'ulot qatnashchilariga yo'nalishlari bo'yicha xatti-harakatlari haqida to'liq ma'lumotlar berildi. O'quv mashg'ulotida shartli ravishda sodir bo'lgan yong'inni bartaraf etish, maskan ishchi xodimlari va dam oluvchilarni xavfsiz hududga evakuatsiya qilish, jabrlanganlarga birinchi yordam ko'rsatish hamda moddiy boyliklarni talon-tarojini oldini olishga e'tibor qaratildi. O'quv mashqi doirasida favqulodda holat yuz berish natijasida maskan ichida yong'in tutunidan zaharlangan 3 nafar ishchi xodimlar hamda 1 nafar mehmon qutqaruv guruhi va maxsus texnikalar yordamida xavfsiz hududga olib chiqilib, birinchi tibbiy yordam ko'rsatiladi. Tuzilmalarning hamkorlikdagi aniq va tezkor harakatlari evaziga ko'ngilsiz holat zudlik bilan bartaraf etildi. O'quv mashg'uloti yakunida favqulodda vaziyatlar davlat quyi tuzilmalari harakatlari maskanda shartli ravishda sodir bo'lgan yong'in bilan bog'liq favqulodda vaziyatni bartaraf etishga cheklangan tayyor deb baholandi.